U o'lmagan. Har asrda qaytadi. Yangi yuz, yangi qo'rquv, yangi muhabbat bilan. Bu Drakula. Qizlarni green flagiga aylangan Drakula filmini sizlar bilan Doda obzorini qilamiz. 2x ni yoqib ekranga yaqinlashib oling. Hozir sizlar bilan Drakulaning 100 yillik mashhurligi va 2025-yilda afsona bo'lib qaytib kelganligi, franshizalarining farqi va nega bu asar 3 marta Oskar olganligi haqida gaplashamiz. Drakula franshizasining evolyutsiyasi. Drakula 1897-yilda yozuvchi Bram Stoker tomonidan yaratilgan. 1922-yilda esa u ilk bor ekranda jonlandi. Nosferatu. Qora, oq, ovozsiz. Ammo shunchalik dahshatli ediki, filmni yo'qolishga ham urinishgan. Keyin 1931-yilda Bela Lugosi paydo bo'ladi. U qop-qora libosda jim yuradigan aristokrat vampir edi. Va u paytdan beri Drakula dahshat ramziga aylandi. 1922-yilda esa Gary Oldman Oscarli versiyasida Drakulani yovuz emas, romantik sifatida ko'rsatdi. Bu film eng yaxshi grim, eng yaxshi libos va eng yaxshi effektlar uchun 3 marta Oskar oldi. Shunday qilib har bir davr o'z Drakulasini yaratdi. 21-asr Drakulasi 2025-yilda Dracula Reborn bo'lib qaytib keldi. Film texnikasiga keladigan bo'lsak, Unreal Engine 6 yordamida jonli sahnalar yaratilgan. Vizual haqiqat darajasi 90% dan yuqori. Sizlarning ham reysinglar shunaqa videolarga to'lib ketgan bo'lsa kerak. Ha bu o'sha Graf Dracula Salon TV platformasi orqali ko'rishingiz mumkin bo'lgan yangigina premyera. Kinoning syujetiga keladigan bo'lsak, knyaz Graf urushdan qaytganda sevimli Elizabetasini dushmanlar o'ldirganini bilib, papani kres bilan o'ldiradi va abadiy la'natga uchrab vampirga aylanadi va 400 yil o'zining Elizabetasini qidiradi va u balda Jonathanning rafiqasi Minani uchratadi. Ha bu o'sha Drakulaning Elizabetasi edi. Bu otashi muhabbatni nafaqat Graf, balki Mina ham yashaydi. Lekin Graf uning dugonasi Lucyni zaharlaydi va professor Van Helsing Drakulani vampir ekanligini bilib qoladi va uni yo'q qilish uchun reja tuzadi. Voqealar so'ngida Graf Drakula Minani qo'lida jon beradi. Bu kino sevgi va abadiyat o'rtasidagi fojia. Drakula bu faqat vampir haqidagi film emas. Bu insonning eng qadimiy orzusi, abadiy yashash istagi haqida. Har birimiz o'limdan qo'rqamiz. Kimnidir yo'qotishdan, balki unut bo'lishdan qo'rqamiz. Ammo ba'zan abadiylik la'natning o'zi. Drakula muhabbat uchun o'z ruhini berdi. Ammo abadiy sevgi unga tinchlik emas, azob olib keldi. Chunki sevgi faqat hayot ichida go'zal. Mina esa uni o'ldirmadi, uni ozod qildi. Va shu an filmning eng buyuk haqiqatini aytdi. Ba'zan eng katta muhabbat kimnidir qo'yib yuborishdir. Shuning uchun Dracula Reborn bu dahshat filmi emas. Bu inson qalbi, yo'qotish va kechirish haqidagi abadiy hikoya. Har kimning ichida o'z Drakulasi bor. Kimdir uni muhabbat bilan yuragida, kimdir esa uni qorong'ulikda yashiradi. Savol esa shu: sening ichingdagi Drakula uxlayaptimi yoki allaqachon uyg'onib bo'lganmi? Xullas o'rtoqlar, Love Never Dies. Agar film qiziq bo'lsa, Salom TV platformasi orqali ko'rishingiz mumkin.